1980-yillarda maktabga borganman, o'rta maktabga borganman. Shu maktabga borganimda birinchi sinf demak o'quvchisiman, Sovet davri. Kirill alifbosi, alifbesini o'qitadi, A, B, V, G, D deb. Shuni o'rgatgan zot, shuni o'qitgan birinchi ustozim Allohning baytiga ehson qildilar. Yana bir ustozimiz, maktabda o'qigan ustozimiz 1 million so'm pul berib iymanyaptilar. Qori, bizani pul nima bo'lar ekan, endi oz bo'lsa ham shu fursatdan foydalanib jamoatning o'rtasida shu ustozlarimga bir javob qilmoqchi edim. Ey ustozlar, sizlar bergan pullarni, sizlar bergan qilgan ehsonni yer yuzidagi milliarderlar, millionerlar qilolmaydi. Xotiringiz jam bo'lsin. Sizlar o'qitib qo'ygan insonlardan bittasi domla bo'lib ishlayapti, shu ishlarni tashkilotchisi. Alhamdulillah. Bunaqadan minglaganini o'qitgan. Mana shular sabr qilib, chidam bilan, sabot bilan bir bolaga harf o'rgatgan. O'sha o'rgatgan harfini orqasidan Qur'on o'qidik. Hadis o'rgandik, e'tiqod o'rgandik, tarix o'qidik, adabiyot o'qidik. Ey ustozlar, sizlarni qilgan ehsoningizni hech kim qilolmaydi. Siz uyalmang. Sizni bergan narsangizni hech kim berolmaydi. Iloho baxtimizga sizlar sog' bo'linglar ustozlar. Baxtimizga omon bo'linglar. O'sha sizlarni sabotingiz, sizni yuragingiz, sizni mehringiz o'qituvchilarimizning mehridan qolganlarga ham Alloh nasib qilsin. Qachon qarasa birov mushlashib uradi o'qituvchini, bittasi qamiydi, iya bu. Va birodarlar, ustoz o'rgatuvchi, ustoz muallimni urib bo'lmaydi, uni qamab bo'lmaydi. Allohdan qo'rqish kerak.